Misol yuridik yoki yakka tarafda tadbirkor yoki yuridik korxonaga tashkilot beradigan bo'lsa, shuni 51% dan ziyodrog'i 51%gacha xotin-qizlar ishchi bo'lishi kerak. O'shandagina imtiyoz bo'ladi. Korxona rahbari ayol xotin-qiz bo'lishi kerak. Shunaqa imtiyozlarimiz bor. Bundan tashqari mana bu hozir hokim yordamchilari tomonidan berilyapti kreditlar. Yine hozirlarda ham kursularga ertaga limit masalasi nima bo'lyapti? Chunki oldin berilgan kreditlarni 3 yilmi bo'lyapti, nimalarga ham oldin berib tashlagan kreditlar bor, o'shalar qaytargan evaziga resurs bo'ladi. Buni ham bir xil noto'g'ri tushunyaptilar, hokim yordamchisiga boryapti. Hokim yordamchisi aytayapti, endi resursim yo'q deyapti. Uni resurs qayerdan paydo bo'ladi? 2025-yildan boshlab o'tgan oldingi yillar berilgan kreditni qaytarish evaziga resurs bo'ladi. Masalan, sizning mahallangizda o'tgan yillar davomida 5 milliard yoki 10 milliard